va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Alloh taologa behisob hamd sanolar bo'lsin. Biz O'zbekistondan Covid saraton tashxisi bilan Lexmaxga davolanish uchun keldik. Alhamdulillah, Dilorom sabab inshaalloh sababchilar sabab shu Lexmax jamoatchilari sababidan zo'r shifo topdik. Shifo beruvchi, dard beruvchi Alloh taoloning o'ziga, sababchilarga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Dilorom boshchiligidagi barcha kollektiv jamoalarga cheksiz minnatdormiz. Bizga ko'rsatilgan yordamlar hamda tajribali malakali shifokorlardan bizga ko'rsatilgan tibbiy yordamlar, muolajalar, jarrohlik operatsiyalardagi muvaffaqiyatlar uchun cheksiz minnatdormiz. O'zbekiston Hindiston o'rtasidagi hamkorlikni bevosita samimiy ta'minlab turgan Diloromga o'xshagan jonkuyar fidoyi opalar hamda jamoalar uchun biz o'z yaqinlarimiz nomidan, xususan shaxsan o'zim va bemor nomidan cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Alloh taolo hech kimga dard bermasin. Mabodo qandaydir xastalik bilan davolanishga muhtoj bo'lib turgan va shunga zarurat sezib turgan barcha O'zbekiston xalqidagi samimiy yaxshi insonlarga opalarimiz xizmatdan foydalangan holda oliy toifali shifokorlar, jarrohlar, barcha yo'nalishdagi tibbiyot xodimlarini maslahatlardan, muolajalardan olib, shifo topib kelgusida yaxshi natijalar bilan xonadoniga qaytishini biz tilab qolamiz va O'zbekistondagi barcha bizga yordam bergan shifokorlarga ham minnatdorchilik bildiramiz, yo'naltirganlarga ham minnatdorchilik hamda barcha Hindiston Lexmax jamoalariga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Thank you very much. Good.